Assalomu alaykum hammaga. Sizlar ham TikTokda shunaqangi sufle, multiprodukt, ham pomada, ham rumyana, ham chenni ko'rdinglarmi? Bularning hammasini TikTokni portlatgan shunaqangi multiproduktga obzor qilib ketdik. Buni rangini shunaqangi холодный batonda. Buning uchun shunaqangi blush. Menga aynan shu rangga yoqdi. Boshqa ranglar ham bor edi, chiroyli ranglari, lekin aynan shu rangni oldim keldi. Xo'p, labda ko'ramiz. Shunaqangi mayin tekstura. Yuzimizni yaxshilab rastoshovka qilib olamiz. Kist bilan. Bu tint bo'lgani uchun tezroq rastoshovka qilishimiz kerak, chunki butun kun davomida turib beradi. Bizda shunaqangi rezultat bo'ldi. Menimcha juda ham naturalniy makiyaj. Qilsak bo'ladi. Bir dona shunaqangi produkt olganimizdan keyin ham labga, ham tint sifatida, ham rumyana sifatida o'zingizni rangingizni tanlab, shunaqangi chiroyli makiyaj qilsak bo'ladi. Videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hammaga xayr.